Bu videoda sizlar bilan Profit Arena platformasini qanaqa qilib foydalanishi va hamma funksiyalarini ko'rsatib ketamiz. Registratsiyadan o'tganingizdan keyin sizda birinchi home page ochiladi, ya'ni bosh sahifa. Bu yerda sizlarda Best Trader va Best Idea nominatsiyalarining g'oliblarini ko'rib turibmiz. Ya'ni bu o'tgan oydagi, apreldagi bo'lib turibdi. Eng zo'r trader idea общий 4% daromad qilgan, natijasi 100 ta coin oyi boshida berilgan bo'lsa, 104 ta coin qilgan. Best Idea'ni g'olibi bo'ladigan bo'lsa, 12% bitta dona bitimda qilgan ekan. Ya'ni eng zo'r bitim 12% bo'lgan. Va bu oygi bizada qatnashchilarimizni ko'ryapmiz. Traderlar kimdir ideya berishni boshlagan, foyda qilishni boshlabdi kimdir. Ko'pchilik hali bitta ham ideya bermaganini ko'ryapmiz. Natija 0 ta bo'lib turibdi. Profit ham o'zgarmagan, risk reward ham o'zgarmagan. Eslatib o'taman, risk reward uchun ham bizda qo'shimcha coinlar beriladi. Ya'ni sizga faqatgina foizda qancha olganingizga emas, risk rewardingizga ham qaraladi. Chunki biz eng zo'r traderni aniqlamoqchimiz, omadli trader emas. Va shunda home page'dan o'tdik. Profilga o'tadigan bo'lsak, menda 100 ta coin turibdi va bittasi ham hali ishlatilinmagan. Ya'ni 4 ta Instagram istoriyasiga o'xshaganini ko'ryapmiz. Kimdadir 4 tasi ham yap-yashil yonib turibdi. Menda bittasi ham yonmayapti. Chunki hali bitta ham ideya berilmagan. Bu traderni ko'ryapmiz, 4 ta ideya berib bo'lganlar, значит. Bittasi aktiv turibdi. Ya'ni kirish nuqtasigacha kelgan aksiya, lekin hali take profitga ham, stop lossga ham bormagan Apple. Bittasi aktiv emas. Ya'ni ideya berib qo'yganlar, birinchi bitim yopilganidan keyin bitta dona chekirga keyin ochsa bo'ladi. Bir vaqtda o'zida ikkita bir xil kompaniyaga, ya'ni Apple bilan Apple'ga bir vaqtda o'zida ikkita bitim ochib bo'lmaydi. Birinchisini yopilganidan keyin keyingisini ochsa bo'ladi faqatgina. Shuning uchun ko'ryapmiz, birinchisi aktiv turibdi. Kirish nuqtasi $205 38 sentdan уже aksiya sotib olingan. Lekin hali take profitga ham, stop lossga ham bormabdi. Depozit 20 qo'yilibdi. Apple ikkinchisiga 40 depozit qo'yilgan ekan, bu hali aktiv emas. Ikkita сделка bo'ladigan bo'lsa, birinchisi Tesla уже take profit bilan yopilgan, ya'ni foyda bilan salkam 2% foyda qilibdilar. 25 kiritganlar, 0.58 coin bu yerdan daromad qilganlar. Adobe ko'ryapmiz, qaytanga stop loss bilan yopilibdi, ya'ni salkam 1.3% zarar bilan yopganlar bu bitimni. Bitimlar haqida to'liq ma'lumot olish uchun siz birinchi trader ustiga kirasiz, keyin sizni qiziqtirayotgan bitimniga kirishingiz kerak. Ya'ni bu yerda Umid degan trader bu oy Uber bo'yicha, ya'ni Uber kompaniyasi, taksi Amerikadagi taksilar bo'yicha ideya beribdilar. $83 dan aksiyani sotib olganlar, hali faol bo'lib turibdi, ya'ni aktiv hali ideyalari statusi. Ya'ni aksiya hali take profitga ham 88 ga ham bormagan, 80 gacha ham tushmagan. Take profitga borsa status take profit yokida stop loss bo'lib turgan bo'lardi. 25 ta depozit ajratilgan ekan. Bu bosh sahifamiz. Profilga o'tadigan bo'lsak, menda 100 ta coin turibdi. Hali bitta ham ideya bermaganman, ishlatmaganman. Shuning uchun ham 100 tadan hali bitta ham ishlatilmagan deb turibdi. Mening profilimni ochganingizda siz bir martalik profilingizni detallarini o'zgartira olasiz. Rasm qo'ya olasiz, foydalanuvchining nomi yokida nickname deymiz boshqa til bilan. O'zingizga nickname qo'ya olasiz, to'liq ism, familiyangiz va tajribangizni necha yilligini fond bozorida savdo qilganmisiz yoki ichida yurganmisiz, necha yilligini yozib ketasiz. Va oxirgisi maqsadlar. Siz tradingni noldan o'rganmoqchimisiz? Traderlar, investorlar bilan muloqotmi, o'rganishmi yokida bosh sovrinni yutmoqchimisiz? Maqsadingizni belgilab ketsangiz, bizda keyinchalik
qaysi yo'nalish bo'yicha qiziqish ko'proq, shunga qarab turib ko'proq vnimaniyamizni yokida bosh sovrin deyiladigan bo'lsa, bosh sovrinni ko'paytirib boramiz. Bizga platformani rivojlantirishda yordam beradi bu. Mening ideyalarimga o'tadigan bo'lsak, siz faqatgina o'zingizni ideyalaringizni ko'ra olasiz. Bu oy men bitta ham ideya bermaganman. Tarixga ko'radigan bo'lsak, o'tgan oy ikkita ideya bergan ekanman. Birinchisi Nvidia, ikkinchisi Adobe kompaniyalarida bo'lyapti. Nvidia'ni ochadigan bo'lsak, 102.50 sentdan sotib olingan va statusi market, ya'ni bozor narxida sotib olganman. O'zi bitim yaratayotganingizda siz take profit bilan stop loss qo'yishingiz shart. 24-aprel kuni bitim yaratyapman, 25-da sotyapman. Nimaga sotyapman? Bozor pastga reska tushishni boshlagan edi. Va men bir kunning ichida 5% daromad qilgan edim. Bozor tushganidan keyin meni pozitsiyamni ham, ya'ni Nvidia kompaniyasini ham orqaga tortib ketishi mumkin. Shuning uchun ham 5% yaxshi natija deb turib, 30 sent yetib bormasa ham take profitga men bitimni yopib borganman foyda bilan. Va shunda 25 depozit bu coiningiz, 25 ta coin tikib turib bunga 26,5 ta qilib olyapman. Ikkinchi ideya bo'ladigan bo'lsa Adobe. Deadline bo'yicha yopilganini ko'ryapmiz, statusi deadline turibdi. Bu nima degani? Bu siz ideya bergansiz, 250 dan kirish nuqtasida berganman. Adobe kompaniyasi narxi, aksiyasining narxi 350 gacha bormagan. Ya'ni pastroqda qolib ketgan. 345 bo'lgan bo'lishi mumkin, 300 larda yurgan bo'lishi mumkin, 350 gacha bormagan. Ya'ni meni bitimim faollashmagan. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, mening obunamga o'tsak bo'ladi. Bu yerda sizni tarifingiz necha oylik olgansiz? 1 oylik turibdi. Va kartam, qaysi kartadan pul yechib olishi. Har oy boshida avtomatik skidka bilan yechib olinadi. Ya'ni 65 ming to'laysiz 100 minglik obunaga. Va bu yerda istoriyalarni ko'rsak bo'ladi. Qaysi kunlari mendan necha pul yechib olgan. Keyingisi sozlamalar yokida ruschaga o'tqizsak bo'ladi, настройки. Bu yerda saytdan va botdan kelayotgan xabarlarni biz kontrol qila olamiz. Ya'ni signalli statuslari. Signal deb nimani aytyapmiz? Siz ideya yaratdingiz. Men Nvidia bilan Adobe ikkita ideya yaratganman o'tgan oy va ikkalasi bo'yicha informatsiyani Profit Arena botimiz bor, Telegramda. Ikkalasi bo'yicha menga xabar kelgan. Botni yoqib qo'yganim uchun menga xabar kelyapti. Nvidia'ni ideya yaratildi deyapti. 25 ta coin 5% daromad qilish plan berilyapti. Adobe'da 7% daromad olmoqchi bo'lganman va bunga ham 25 ta coin tikkanman. 25-da fiksatsiya qilganimni ko'rsatyapti. Nvidia'ni fiksatsiya qilinyapti profit bilan. 5% daromad olindi. Ideyalar bo'yicha xabarlarni saytdan ham kelib tursa bo'ladi, bu yerdan, уведомленияларdan yokida botdan ham keladigan qilsangiz bo'ladi. Telegramga sizga qulay bo'ladi xabarlarni kelib turishi. Yangiliklar deyapmiz. Yangiliklar haqida yana alohida gaplashamiz. Saytdan ham keladi, botdan ham keladigan qilib qo'yishingiz bo'ladi, yoqadigan bo'lsangiz. Darslar biz o'zimizni opit bilan, ya'ni tajriba bilan bo'lishganmiz. Qanaqa strategiyalar bor, foydali materiallar, hammasi bo'yicha video darslar olingan. Bu bo'yicha videoni yoqib qo'yishingiz mumkin saytda o'zidan yokida botdan ham yoqib o'chirib kontrol qilsangiz bo'ladi. Xuddi shunaqa qoida va kelishuvlar bo'yicha ham. Yangiliklarga o'tadigan bo'lsak, biza fond bozori bo'yicha ham va Profit Arena bo'yicha ham yangiliklarni ko'rishimiz mumkin. O'shanda natijalarni, Profit Arena'dagi qoidadagi o'zgarishlarni va e'lonlarni hammasini bu yerda ko'ra olasiz. Fond bozori bo'yicha общий, ya'ni qaysidir aksiya bo'yichami yokida Trump qanaqadir qaror qildimi? Fond bozoriga taalluqli aksiyalarning narxini o'zgarishiga taalluqli bo'lgan hamma muhim ma'lumotlarni, keraklilarini bu yoqqa yuklab boraveramiz
O'shanda qanaqadir saytlarni yokida gazetalarni o'qimasdan eng muhim yangiliklarni bizani saytda o'zidan ham kuzatib borsa bo'ladigan bo'ladi. Fond bozori bo'yicha ham, Profit Arena bo'yicha ham barchalarida ko'ra olasiz. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, bu jamiyat. Ya'ni bizani aytganimizdek Telegramdagi yopiq gruppamiz. Yerda treyderlar ham, investorlar ham bemalol muhokama qila oladi. Ideyalarni, fond bozorida nima bo'lyapti, qaysi aksiyani olgan yaxshi, portfel boshqarish bo'yicha ekspertlar bilan ham, eng zo'r treyderlar ham hammasi shu yerda bo'ladi. Ular bilan bemalol muloqot qilsa, debatlar qilsa, sporlashsa bo'ladi. Qoidalari berilgan. Qoidalarni o'qib chiqdimmi bosib ochish, ya'ni qo'shilishga bosadigan bo'lsangiz, Telegramga sizni o'tkazadi va Telegramdagi yopiq jamiyatimizga kirasiz. Xo'p. Keyingisi bo'ladigan bo'lsa, videolar. O'zimizni aytganimdek tajribalarimiz bilan bo'lishib borganmiz. O'zimiz savdo qilganlar ham, klientlar bilan ham ishlaganmiz oldin va realniy bozorda qaysi strategiyalar ishlashini bilamiz. Qanaqa qilgan yaxshi, foydali materiallar deymizmi, saytlarmi hammasi shu yerda berib ketilingan. Umumiy hamma videolarni ko'ryapmiz. Trading bo'yicha alohida qilingan va investitsiyalar, investorlar uchun alohida qilingan. Ya'ni bu yerda portfel tuzish, shunga o'xshagan отчетlarni o'rganish, multiplikatorlar bo'ladigan bo'lsa, tradingda именно texnik tahlil, qanaqa strategiyalar bor, indikatorlarni bu yerda ko'rsa bo'ladi. Umumiyda общий hammasi qo'shilgan bu yerda bozorni strukturalari, fond bozori nimaligi, trading, investor bilan treyder farqlari, o'zi qaysi birini tanlaganingiz yaxshiroq, shularni bemalol ko'rib chiqa olasiz. Agar siz oylik obuna olgan bo'lsangiz, bu videolarni hammasiga to'liq dostуп bo'ladi. Xohlagan paytingiz o'sha oy ichida bemalol kirib o'rgana olasiz. Va bu bir martalik emas, biza har hafta, har oy yangilarini qo'shib boraveramiz. Strategiyalar juda ham ko'p, foydali materiallar yoki odamlarni qiziqtiradigan savollar ham juda ko'p bo'lishi mumkin. Hammasiga har hafta bo'lib javob berishga harakat qilib ketamiz. Va oxirgi faollik Profit Arena'ning eng ustun tomonlaridan deb bilaman buni. Siz hamma treyderlarni yaratayotgan ideyalarni ko'ra olasiz. Ko'ramiz bu yerda treyderlar qanaqa pozitsiyalar ochgan, fiksatsiya qilganlarini ko'ryapmiz. Bu bizga nimaga yordam beradi deydigan bo'lsangiz, misol qilib olaylik. Bitta treyder 54 ta coinini bitta ideyaga kirityapti. Ya'ni bu Amazon aksiyasiga kirityapti. Sherzod Abdullayev degan treyder. Bu yerda ko'ryapmiz, Take Profit bilan yopilgan bitimlari. Ya'ni bu bitimdan 6% daromad qilibdilar. Coinda bu salkam 3,5 bo'lyapti. 3,5 coin bitta dona bitimdan daromad qilganlarini ko'rdik. Bu bizga bitta signal bo'lishi mumkin. Ya'ni yaxshi treyder bo'ladigan bo'lsa, bu bitimlari 3 ta bitimdan 3talasi ham Take Profit bilan yopilibdi. Ya'ni foydasi ham yaxshigina. SMCI'da bir kunning ichida 2,5%. Bir kunning ichida, bu yoqqa sal ko'proq ketibdi. Bu ham bir kunning ichida, bu ham 2 soatning ichida ekan. Salkam 3% daromad qilingan. 6% bo'ladigan bo'lsa, mana 23-da sotib olingan, 25-da sotilyapti. 5 kunning ichida, 2 kunning ichida 6% daromad qilinyapti. Ya'ni u treyder nimadir biladi. Hozircha win rate 100% bo'lyapti. Yaxshi daromad olib kelyapti. Va 54 ta coinini, o'zi 100 ta bo'ladigan bo'lsa depoziti, 54 tasini bitta bitimga kiritayotgan bo'lsa, bu bitimga juda ham ishonishini bildiradi. Ya'ni bu bizga qanaqa yordam beradi deydigan bo'lsanglar, sizlar ham o'sha aksiyani kuzatishingiz mumkin. Ya'ni S&P 500 ga kirgan, indeksga kirgan aksiyalar juda ham ko'p va ideyalarni ko'pini o'tkazib yuborishimiz mumkin. Chunki har bittasini kuzatib borish uchun trading view'ni ochib qo'yib, 500 ta kompaniyani har bittasidan bitta o'tib chiqishingiz kerak.
Siz o'tib birinchisidan 500-gacha ko'rib chiqquningizgacha yani birinchi ideyalarda yaxshi kirish nuqtasi bo'lib qolishi mumkin. Siz uni ko'rmay qolishingiz mumkin. Shuning uchun ham oxirgi faollik bizga shunisi bilan yordam beradi. Biza ko'rmayotgan ideyalar bo'lsa, boshqa treyder ko'rgan bo'lsa, uni bemalol biza qaytara olamiz, o'sishga qo'shila olamiz. Va oxirgisi biza ideya yaratishga o'tamiz. 5-mayda turibmiz hozir bugun va turnirni oxirigacha, ya'ni har oylik bo'ladi dedik turnirimiz. 26 kun 5 soat qolibdi. Ya'ni 26 kunning ichida men 4 ta ideya berishim kerak. Agar best treyder bo'lmoqchi bo'lsam turnirda. Yokida bitta dona eng kuchli ideya berib turib, best ideyani olishim mumkin. Yokida ikkalasini ham bitta qilsa bo'ladi. Bitta treyder ham bitta ichida eng ko'p daromad qilib turib, eng ko'p coin yig'adigan bo'lsa, ikkala nominatsiyani ham yutishi mumkin. Ideya 4 ta yarata olaman. Misollar ham bor, lekin u chernoviklar o'zingiz uchun yaratib qo'yishingiz bo'ladi. Ideyalar misol uchun sizda 6 ta ideya bor, hali kirish nuqtasigacha kelmagan. Qaysi birini olishni bilmayapsiz. Ikkitasini olib turib, qolgan 4 tasini misollarga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Shunda любой payt aktivatsiya qila olasiz. Agar kompaniyaga ishonchingiz oshadigan bo'lsa. Va biz ko'rishimiz mumkin S&P 500 ga kirgan hamma kompaniyalar bu yerda bor. Misol qilib aytaylik, xuddi o'sha Apple, hammamiz biladigan Apple aksiyasini bosadigan bo'lsak, bozor narxi bilan bir xil yurganini, ya'ni hozirgi bozor narxini ko'rsatib beradi, platformani o'zida ko'rsak bo'ladi. Trading View'ni ochadigan bo'lsak, o'zi aniqlashtirib olamiz. Bozor 20 minut oldin ochildi, o'tayarimda. Xo'p, Apple'ni ochadigan bo'lsak, narxini ko'ramiz. Bugun tushyapti. Rovna 200, 199 dan turibdi. Bizda ham xuddi shu natijani ko'ramiz. 199, 90, 95 lardan turibdi. Уже 80 ga. Birga bir bizani platforma TradingView bilan yoki boshqa saytlar bilan aksiyani narxi bilan onlayn rejimda yuradi. Bitim ochayotganingizda siz limit order bilan yokida bozor order bilan, ya'ni bozorning narxi bo'yicha sotib olishingiz mumkin. Limit order bo'ladigan bo'lsa, siz narxni o'zingiz yozishingiz kerak, kirish nuqtasini. 199.5 dan turgan bo'lsa, misol qilib aytaylik, 202 ga chiqqanida men aksiyani sotib olmoqchiman. Take profit bo'ladigan bo'lsa, 202 dan olsam, misol qilib 210 ga qo'yganman. Stop loss 195 ga deylik. O'shanda $7 bilan risk qilib turib, men $8 ishlamoqchiman. Salkam birga bir bo'lyapti. Bu o'zi yaxshi emas. O'zgartirishimiz kerak. Grafik bo'yicha qilinadi. Misol uchun qiladigan bo'lsak, misol uchun 200 dan ochamiz, $5 risk qilib turib, biza $15 1 ga 3 risk reward bo'lishi tavsiya qilinadi hammaga. Shuning uchun ham 215 ga take profit qo'yamiz. Maksimum depozitdan, ya'ni coinlardan mana hali bitta ham ishlatilmagan 100 ta bor. Bitta ideyaga 97 ta maksimum qo'ysa bo'ladi. Ya'ni bittadan boshlab turib 97 tagacha qo'ya olasiz bemalol. Qanchalik bu bitimga ishonayotganingizga qarab turib, o'zingiz tanlaysiz, hal qilasiz. Hammasiga 4 ta ideyaga rovna bo'lib borsa ham bo'ladi, har bittasi 25 tadan qilsa ham bo'ladi. O'zi konservativniroq yo'l bo'ladi. Va shunda kirish, stop loss, take profit narxini va depozitni belgilab turib, xohlasangiz misollarga saqlab qo'yasiz. Xohlasangiz ideyani yaratasiz. Ideyani yaratadigan bo'lsam, hozir menda $200 dan turibdi, o'sha olinib ketadi. 10 sent pastroqda turibdi. Yaratishga bosadigan bo'lsak, men ideya berdim. Va aktivlashganini ko'ryapmiz. O'sha olindi menda. Ideya berdim, o'sha plusda 0.05% da plusda turibdi menda o'sha ideyam. Xo'p, bu ideyani foydani belgilash bo'lib turibdi. Siz hozir fiksatsiya qila olasiz. Mashina narxdan foyda turibdi, foydani fiksatsiya qilishni bossam, 0.1%, 0.15% bittada fiksatsiya qilishim mumkin.
Ya'ni 25 coin tikkan bo'lsam 0.03, 0.04 ishlab olishim mumkin bo'ladi. U judayam kam, no bir necha sekundlarning ichida bo'lyapti bu natija. Xo'p, boshqa ideya ochib ko'ramiz. Endi keling boshqa kompaniya bilan, boshqa order bilan ochib ko'ramiz. Qaysi kompaniya bor? Finviz ochadigan bo'lsak. Xo'p, bugun bozor tushayotgan ekan. AMD yaxshi o'syapti. Va shu ichiga, grafikka ichiga kirib turib baribir hal qilish kerak. O'zi detalli analiz qilib o'tirmaymiz. Ko'proq более-менее yaxshi turgan sektorlardan texnologический bo'lib turibdi. Ko'proq o'sayotganlari bor bu yerda. Telekommunikatsiya polniy tushyapti, siklичный sektor polniy tushyapti, finansiviy ham tushyapti. Kecha отчет chiqqanidan keyin Warren Buffett yil oxirida ketaman degandan keyin отчет yaxshi chiqsa ham uni hedge fondi, ya'ni Berkshire Hathaway aksiyasi 6% ga tushayotganini ko'ryapmiz. Shuni o'zi hamma bozorni ortga tortib ketayotgan bo'lishi ham mumkin. No biz ideya berishimiz kerak baribir. Aytaylik, CRM kompaniyasida, ya'ni Salesforce ga ideya berib ko'ramiz. CRM aksiyaning narxi 274.6 dan turgan bo'lsa, TradingView'dan ham tekshirib ko'ramiz. 274.6, ya'ni bu yerda ham 1 ga 1 yuribdi. Sentlar bo'yicha ham 1 ga 1 yurgan bo'lishi kerak. Limit orderda emas, bozor narxida ham sotib olsa bo'ladi. O'shanda bu yerda necha kurs to'lanayotgan bo'lsa, xuddi shu narx bo'yicha sizga olib beradi. Bozor narxi tanlaydigan bo'lsangiz, kirish narxini siz yoza olmaysiz. Chunki limitda yozasiz, qaysi narxdan sotib olishni. Bozor narxida bu narxdan olib beradi dedik. Siz take profitni ko'rsatishingiz kerak. Xo'p, 280 deylik. Va stop lossni qo'yasiz, 272 ga qo'yasiz. Bu yerda ham depozit xohlasangiz ko'proq ishonayotgan bo'lsangiz, yokida 25 ta qo'yaylik misol qilib. Ideyani yaratyapmiz. Ideya yaratdik, уже mana 0 dan turibdi. Ideya yaratildi. Mana bu yerda уже ozgincha o'sayotganini ham ko'ryapmiz 0.04 ga. Apple ozgincha minusga tushibdi. Shunaqa qilib 4 ta ideya berishingiz kerak siz oy oxirigacha, turnir oxirigacha. Va oxirgisi statuslar bo'yicha aytishni boshladik. Agar take profit bilan yopilsa, sizda statusda take profit bo'ladi. Marketda ham ikki xilini ko'rib turibmiz. Bozor narxida yopilgan, agar foyda bilan yopilgan bo'lsa, yashil bilan belgilanadi. Agar zarar bilan bo'lsa, qizildan belgilanyapti. Ichiga kiradigan bo'lsak, mana kirish narxi 33.7 dan turibdi. Take profit 37 ga qo'yilgan. Bozor narxidan 36.20 sentdan yopilganini ko'ryapmiz. Ya'ni 75 sent, 76 sent hali yetmagan take profitgacha bozor tushayotgan bo'lsa yoki fikrini o'zgartirib qo'ygan bo'lsa, salkam 10% daromad bo'lyapti, menga yetadi 10% deb turib, trader yopgan bo'lishi mumkin. O'shanda market bilan yopilyapti. Xuddi shunaqa zarar bilan yopiladigan bo'lsa, market qizil bilan bo'yalgan bo'ladi. Xo'p, o'zimizni bitimlarga qaytadigan bo'lsak, biz ham hozir market bilan yopa olamiz. CRM ozginchaga o'sib beribdi. Ya'ni 0.16% ga o'sgan. Bozor bo'yicha yopadigan bo'lsak, 0.17 bo'lyapti o'zi. 275.20 sentdan yoppamiz. 274.70 lardan olgan edik biz. Xo'p, 274.75 dan olgan ekanmiz. Salkam 50 sentga o'sib beribdi o'zi. Ideya yaratayotganda bitta muhim narsa bor. Tasavvur qiling, Nvidia'ga siz bitim ochmoqchisiz. Limit order bilan ochyapsiz va kirish nuqtasi sanash uchun oson bo'lish uchun 120 deylik. 120 ga chiqqanida sotib olmoqchisiz. Va bizani platformada qoida bor.
Agar aksiyani narxi $1 kamroq bo'ladi, $100 kamroq bo'ladigan bo'lsa, siz kamida take profit bilan stop lossni 1% tepaga yokida pastga qo'ya olasiz kirish nuqtasidan. Ya'ni $100 aksiyani oladigan bo'lsangiz, kamida kirish take profitni 101 ga, stop lossni 99 ga qo'ya olasiz. 99 ni 9 qiladigan bo'lsangiz, sizga xato bo'lib chiqadi. Shuning uchun ham $100 kamroq bo'lsa 1%, $100 aksiyani narxi qimmatroq bo'ladigan bo'lsa, misol qilib aytaylik, Netflix aksiyasi narxi qimmat. $1000 turadi. 1134 dan turibdi. 1% buni $11 bo'lardi. Katta natija bo'lgani uchun oladigan bo'lsangiz 1200 dan olsangiz, kamida $1 take profit yokida stop loss qo'ya olasiz. Stop lossni o'shanda 1190 dan qo'yaylik. 1250 sent qo'yadigan bo'lsak, bizga xato chiqadi. 25 ta depozit qo'yamiz. Yaratishni bossak, bizga take profit kirishdan $1 dan katta bo'lishi kerak bo'lib turibdi. Ya'ni kirish nuqtasi 1200 bo'ladigan bo'lsa, kamida $1 teparoqda turishi kerak. O'shanda 1200 $1 qo'yadigan bo'lsam, o'sha ideya menda yaratilindi mana. Bu ideya inaktiv bo'lib turibdi menda, hali kirish nuqtasigacha bormagan. Chunki aksiya narxi hali pastda yuribdi. 1200 ga chiqadigan bo'lsa, aktivga o'tadi. Va bu yerda foizda ko'rsatib beradi, unga o'xshab aksiya qanchalik o'zgaryapti. Foydadami, zarardami, bu yerda bemalol ko'rib turishimiz mumkin. Asosiy qoida o'sha aytganimizdek, kirish nuqtasidan take profit, stop loss, aksiyani narxi $100 dan baland bo'ladigan bo'lsa, siz kamida $1 farq olishingiz kerak. Aksiya 200 turibdimi, siz kamida 201 ga qo'ya olasiz. Stop lossni ham xuddi shunaqa 199 ga qo'ya olasiz. Agar aksiyani narxi $100 dan kamroq bo'ladigan bo'lsa, misol uchun 50 bo'lsa, siz 1% olishingiz kerak. Buni 1% 50 sent bo'ladi. O'shanda 49 50 qo'ysa bo'ladi. Take profitni 50 sent qo'yamiz. Xuddi shunaqa stop loss ham 49 50 qo'yadigan bo'lsak, 25 depozitimiz bor edi. Yaratishni boshladigan bo'lsak, o'xshadi. Ya'ni 50 sent 1% bilan biz ideya yaratdik. Bu ham inaktiv bo'lib turibdi. Chunki Netflixga berdik. Netflix narxi 1100 dan yuribdi, biz $50 dan sotib olishni aytdik. Bu hech qachon yaqin orada bo'lmasa kerak.